Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Cobalt Midnight NCM variantini so'rovli uchun Bag'at avtomarketda Premo egaladan 2026-yil shot spravka Cobalt Midnight NCM ni qora sveti kelgan. Shu mashinani sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mashina Premo egaladan kelib turibdi. Agar sizlarning ham shunga o'xshagan sotadigan mashinalaringiz bo'lsa, mashinalaringizni bizga olib kelinglar, biz naqd pulga sotib olamiz. Kelish bo'lmasa, 2 oyda qo'yib berasizlar, 3 kun 4 kunda sotib naqd pullarni qo'llaringizga beramiz. Xo'p, do'stlar, 26-yil shot spravka bo'ladi mashinamiz. Chestik qora svetni o'zi. Salon holati ko'pchilik odam почти hamma ko'rgan, shundan bir tushuntirib o'taman. Avvallari buyonlari seriya bo'lar edi, bu tovarlar ham seriya edi, hozir qaraytirilgan. Kojinli sideniyalar, podograf, monitor, tablol almashgan, mashina 70 km yurgan, cruise control, buyonlari black piano bo'lgan. Mashina shot spravkada 2026. Bilgilerini ham gösterib o'tamiz. 2026. Paket shot spravka mashina bilan deyarli bo'lsa, Bag'at avtomarketga kelib, olib ketsangizlar bo'ladi. Bahasi 175 million so'm. Ustidan egalasizlar, egasini chaqiramiz. Egalari bilan o'zlaringiz savdolashib, gaplashib olsangiz bo'ladi. Naqd pul, avtokredit, avtobarter asosida savdolarni aytib beramiz.